Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar hamda brend daroz jamoat kuzatuvchilari. Mana xonamizda yana navbatda o'sha kechen fason darozamiz cho'rnoy holati. Shumka qilingan varianti, masalan, gipga bosilmasdan oldin sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Gipga shumkasi qanday bo'ladi, qanaqa darajada bo'ladi, aytsam endi klient shunday ushlab qo'yganda ishtonning yuzikasi qochib ketadigan darajada bo'ladi u shumkada. Kechen fason darozamiz to'g'risida cheskaga tayyor bo'lyapti. Darvozamiz shumkasi ko'rsatadigan bo'lsam sizlarga mana ikki qavat stiklar. Mana darvoza to'liq pinoplexdan qoplangan gipkalar. Avtomobilning shumka emas, bu pinoplex. Darvoza shkolda ham urganida bor. Maza qiladigan ovoz. To'liq hamma shunday pinoplexdan qoplangan. Darvoza bor, o'ta ideal darajada. Darvozamiz ikkala doimiy ishimizga ikkala o'ngan profillardan bo'ladi. Bu profillarda uchta to'liq burchakdagi olti profillar bular sistemada bo'lgan. Shunday mana shunday xizmatlar bo'ladigan bo'lsa, barcha nomerlarni qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.